Assalomu alaykum azizlar, hurmatli obunachilar. Biz bugun o'pka sili va bronxitga samarali foyda qiladigan malham tayyorlaymiz. Buning uchun kerakli mahsulotlar: aloe 1 dona yirik bargli, limon 1 dona, sariq yog' kuydirilgani 1 piyola, asal 1 piyola. Ishning borishi: aloe bargidan foydalanish uchun aloe guliga 2 hafta oldinroq suv berish to'xtatiladi. Vaqt o'tgach, uning bargi olinadi va yaxshilab yuviladi. Aloe bargining chekka qismlari olib tashlanib, mayda qilib kesiladi. Limon ham maydalanadi va chopperdan aloe va limon o'tkaziladi. Sirlangan kastrulkaga sariq yog' va asal eritiladi. Hammasi erib bo'lgach, qaynab ketmaslik kerak. Kastrulni olovdan olib, qolgan komponentlarni qo'shib yaxshilab aralashtiriladi. So'ng dorini shisha bankaga solib, muzlatgichda saqlanadi. Bu doridan har kuni ertalab va kechqurun kattalar 1 osh qoshiqdan, kichiklar 1 choy qoshiqdan iliqroq 1 stakan sutga yoki suvga aralashtirilib ichiriladi. Bu dori yo'tal, bronxit, o'pka siliga yaxshi foyda beradi. Azizlar, kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, obuna bo'ling. Like bosib, izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Bu esa kanalimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz.